Mana do'stlar, juma kuni mana shunaqa ko'rgani juda ham ko'p. Ziyoratchilar ekan. Bular Afg'onistonda o'sha Qobildan ekan. Qobildan, Mana do'stlar, tog'ning orqasida joylashgan g'or yo'li bor ekan mana. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana biz bugun yana yo'lni davom etmoqdamiz. Mana bir Afg'onistonning Samangon degan viloyatiga keldik. Mana shu Samangon viloyati do'stlar, biz juda ham bir tepalikda o'tiribmiz. Mana oyog'imizning ostida ko'rinib turibdi Samangon viloyati. Bu yerda tepalikka chiqqanimiz sabab bu yerda bir taxta Rustam degan bir nima bor. Shuni bir video qilaylik dedik. Inshaalloh mana video davomida ko'rasizlar. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bu ham Samangon viloyati. Bu Samangonda asosan masalan asosiy yashovchilar o'zbek, turkman, tojik, ko'pincha o'zbek yashashadi bu Samangon viloyatida. Mana Samangonning aniq joylari, viloyat mana shu bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda esa taxta Rustam bor. Bunga juma kunlari odam juda ham ko'p kelishadi. Borib ko'raylikchi. Mana tomonda mashinalar bor ekan. Juda ham baland joyda ekan do'stlar, taxta Rustam. Mana shu bo'ladi. Taxta Rustam. Mana do'stlar, taxta Rustam shu bo'ladi. Bir ulug' Rustam degan bir zabardast kishi bo'lgan. Mana bu ham Samangon viloyati. Ajoyib bir rivoyatlar bor. Do'stlar, Rivoyatlardan bittasi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hazrat Ali bir pastga tushsa bo'ladimi, bo'lmaydi menimcha. Ko'raylikchi, pastga tushishi iloji bo'lsa tushamiz. Ana do'stlar, bu ham taxta Rustam bu. Aşağıda ham, pastda ham yo'l bor ekan. Mana yon boshdan aylanish uchun. Mana bu yoqdan mashinalar kelyapti shu yerga. Juma kunlari juda ham odam ko'p kelishadi. Mana bu yoqlarda mashinalar ko'p. Shu ziyoratga kelishadi, ko'rgani. Mana do'stlar, ozgina bo'lsa ham pastga tushdik. Pastda yo'l bor ekan, lekin tushish joyi yo'q do'stlar. Mana bu ham taxta Rustam bo'ladi. Tushadigan joy topsak tushamiz do'stlar. Bu yerda g'orlar bor ekan, mana tut daraxti ekilgan ekan pastga. Bu yerlarda g'or bor ekan. Do'stlar, boshqa joyda joy yo'q ekan tushishga. Juda ham bir katta nima ekan u taxt deganlarda mana tosh, juda ham katta dumaloq tosh. Taxta Rustam deyishadi buni do'stlar. Rustam Dastonning tarixi. Past juda ham chuqur. 20 metr keladi chuqurligi. Yo'l bor, lekin tushish joyi yo'q. Pastga bilmadim oldin qanaqa qilib tushgan bu yerdan. Bu yerda g'orlar bor ekan. Mana do'stlar, so'rab surishtirib yo'lni topdik, ichkariga kiradigan joyi. Mana tog'ni orqasida joylashgan ekan yo'li. Ko'raylikchi, ichkariga borib. Mana bu tomonda joylashgan ekan yo'l.
Mana do'stlar. Tog'ning orqasida joylashgan g'or yo'li bor ekan mana. G'or do'stlar. Mana do'stlar. İçkariga tushdik. Shunaqa g'or ko'p ekanda bunda. Mana tut ham ekishgan bu nimalarga yonboshlariga. Herkesi koyuvardı bana da sadece bura boğalı tanım bana sağ olun. Bahane da. Shunaqa aylanib chiqib ketamiz bu tomondan. Juda ham baland ekan do'stlar, bir 20-30 metr keladigan joylari ham bu balandligi. Mana bas kelgan joyimizdan chiqib ketamiz inshaalloh. Mana bu yerda g'orlar ko'p ekan. Bilmadim o g'orlarda kimlar yashaydi, odam yashaydimi? Mana g'or. Başıyla da oğlan yaşayan. Bilmadim. Nega bilmadingiz? Sayohatchilar kelib aylanishib yuribdi. Ketdi. Oqsa ayni 1-2 minut. Videoni ko'rib o'tib. Boramizda o'sha ishlab. Yarim TV yangi yo'llar. Chiqish joyi. Mana bu kirish joyida bitta bodom daraxti ekilgan ekan. Mana bu tomonlarda ham bu bodom daraxti. Mana bu ham o'zbeklar yashaydigan shahar. Samangon, ya'ni Aybek. Bu tomoni tog'li hudud bu tomon do'stlar. Mana do'stlar, juma kuni mana shunaqa ko'rgani juda ham ko'p ziyoratchilar ekan. Bular Afg'onistonda o'sha Qobildan ekan. Qobildan, Javzjondan kelishgan. Javzjondan kelishibdi, ziyorat qilgani. Birodar azizlar, sayohat qiling, sayohat albatta sizga ko'p imkoniyatlarni yaratadi. Inshaalloh. Bu hammasi sayohatchilar. Har biri har viloyatdan kelishgan mana juma kuni ko'rgani. Shu Rustam Dostonni, ya'ni Rustam Taxta. Rustam Doston haqida bilganlar o'z fikr va mulohazalaringizni yozib borasiz, bilmaganlarni biz bilmaganlarni bildirasiz degan umidlarda sizga kommentariy umidvor bo'lib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana uzoqdagi tog'larni ham ko'rsating. Mana. Hozir ham yashashar ekan, eng qizig'i. Ha, to'g'rimi? Hozir ham yashashar. Yashaydi. Bizda bir qiziq. G'orlar salqin bo'ladi deyshadi, issiq bo'lishdilar. Shu rostmi, yolg'onmi, omon bilmadim. Mana shu g'orlarda yashashar ekan. Ha, yaxshi. Siz bir o'ynab keldingizmi? Yaxshi. Sog' bo'ling.